Yo'q, men qo'y. Jin ursin. Tezroq qochishim kerak bu yerdan. Jin ursin. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Umikoman va yo-mayo. Qo'rqinchli tush ko'ribman. Bu yana kim bo'ldi? Jin ursin, mayli hozir ko'ramiz. Salom Jitel. Salom Momiko, bilasanmi, men bir joyga borib kelmoqchi edim. Shunga meni o'rnimga fermamga qilib qo'ya olasanmi, iltimos? Ha, albatta, boraver. Katta rahmat. Qarzdor bo'lib qolmayman. Yordam beraman men ham. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi borib kel. Do'stlar, jin ursin. Xullas, men do'stlar anchadan beri, deyarli 2-3 kundan beri to'xtamasdan qo'rqinchli tush ko'ryapman. Qanaqangi qo'rqinchli tush deb so'rashingiz mumkin. Tushimda meni qanaqadir masxaraboz qo'lyapti, qo'lda har xil qurollar bilan va oxirida uyimgacha yetib kelib meni do'stlar, o'zingiz bilasizlar nima qilayotganini. Xullas, jin ursin, nima qilishni bilmay qoldim do'stlar. Umuman uxlay olmayman. Endi ko'zimni yumganimda birdaniga do'stlar shu tushni ko'raman. Mayli, kelinglar, fermaga otlanamiz. Umuman 2-3 kundan beri deyarli yaxshi uxlay olganim yo'q. Shuning uchun ham biroz charchaganman, ammo mayli do'stlar, nima ham qilardik. Mana bularning hammasini tezroq yechishimiz kerak. Ish bilan do'stlar, nima bo'lganiga qaramasdan baribir ham ishga borishimiz, ishimizni qilishimiz kerak do'stlar, chunki bizga ishonishadi odamlar. Bizga nima ekan, provokasiya qilishadi. Shuning uchun ham ilojimiz yo'q do'stlar. Biz ishimizni qilishimiz kerak. Bizni burchimiz do'stlar qishloqdagi odamlarni boqish va shuning uchun ham qanaqangi qo'rqinchli tushlar ko'rmasam ham baribir ham ishimni qilishim kerak. Sizlar yaxshisi kommentariyada yozib qoldiringlar. Kelajakda nima kasbni egallamoqchisizlar? Kimdir menimcha menga o'xshab fermer bo'lishni ham istasa kerak. Bunga 100% ishonchim komil, chunki fermerlar ishlari juda ham zo'r do'stlar. Xalqni boqish do'stlar, sizlarga aytsam, juda ham yaxshi ish. Xullas, skilllar mana bularning hammasini tezroq bajaramiz va hozir do'stimning fermasini ham yaxshilab ekin-tekinini qilib qo'yaman. Keyin esa do'stlar, bemalol quyosh nuri ostida dam olishim mumkin bo'ladi. Baribir ham uyquning beliga tepishdi. Mana bu tushlar ana masxara bo'z. Xullas, bilmadim nima bo'lyapti bu dunyoga, lekin boshqa do'stlar uxlay olmayman bu ketishda. Shuning uchun ham iloji yo'q do'stlar, iloji yo'q. Balki shunchaki ko'p o'yin o'ynaganimdan bo'layotgandir, lekin do'stlar, bilasizlarmi, oxirgi bir necha kun ichida bir serial ko'rgandim. U yerda ham shunday har xil masxarabozlar yuradi, odamlarni quvishadi. Xullas, balki shunaqangi qo'rqinchli kinolar ko'rayotganimdan bo'lgandir. Do'stlar, bo'lishi mumkin. Yana kim biladi deysizlar, mayli. Bo'ldi, uyga qayta qolaylik. Jin ursin, birozgina kompyuter oldida o'tirib dam olib olaman. Hozir esa ekin-tekinlarni merga topshiramiz va bo'ldi. Uyimizga qaytamiz. Jin ursin, janob mer. Yo'q, yana bu yerda yo'q shekilli. Okey, hozir bu yerlar to'la jin ursin. Mana bu qutiga qo'yib ketish kerak. Do'stlar, bu yerga mengacha kimdir qo'yib ketganga o'xshaydi. Mayli, hozir ustidan tashlab qo'yamiz va bo'ldi. Endi bemalol uyga qaytsak bo'ladi. Do'stlar, bilasizlarmi, bir ham charchab ketdim men, lekin uyqum kelgani bilan uxlay olmayapman. Mana bu masxarabozni basharasi ko'z oldimga kelib, shuning uchun ham hozir shunchaki stolga o'tirib kompyuter yonida bo'laman. 13-qishloq, tun, soat 02:35. Yo-mayo, quvib kelyapti. Jin ursin, tezroq qochishim kerak bu yerdan. Qishloqqa yetib borish kerak. Bu yo'llarni bilaman hozir. Qishloqqa yetib bo'laman. Jin ursin. Yo-mayo, o'zini eshityapman. Bu yerda jin ursin, tiqilib qoldim. Yo-mayo. Bo'ldi, qishloqqa yugurish kerak tezroq. Uyim shu atrofda. Bo'ldi. Ulgursam bo'lganda. Jin ursin. Orqamdan kelayotgan yo'q. Yo-mayo, hozir yetib oladi, tezroq qochishim kerak. Jin ursin. Balki birorta odam yordamga chaqiradi. Mana, lekin kim menga yordam berishi mumkin? Bo'ldi, eshikni yopish kerak va jin ursin. Yo-mayo, ket. Jin ursin. Do'stlar, sal qolsa boshimni urib olardim. Hoy, kim bu yerda? Sen eshikni och. Tushunmadim. Do'stlar, qorong'uligini ichi. Yo-mayo. Do'stlar, soat 2 bo'libdi. Jin ursin. Shunaqangi tushlarni ko'raversam yaqinda, shunchaki yo-mayo. Do'stlar, axir eshik ortida hech kim yo'q edi. Jin ursin. Qanday sezmay qoldim. O'zidan o'zi eshik taqiladi. Endi sen Momiko, uydamisan? Jitel, yo-mayo, qo'rqitib yubordik. Nima bo'ldi? Xullas, oldiga kelgan nimaga baqir-chaqir qilib yuribsan, uxlashga ham bermaysan. Xullas, Jitel, bilasanmi, shunaqangi ish bo'ldiki, xo'sh, men to'xtamasdan deyarli bir haftadan beri qo'rqinchli tushlar ko'ryapman. Qo'rqinchli tushlar? Ha. Okey, xo'sh, nima haqida? Xullas, tushunda qanaqadir masxaraboz juda ham qorong'uda meni quvib yuribdi, qo'lda har xil narsalar bilan va u ba'zida meni orqamdan yetib oladi, o'ldiradi meni, mayda qiladi. Men esa buni faqatgina nima desam ekan, eslashni istamayman. Xullas, ichkarida gaplashamiz. Bu yerda turma. Hop. Xullas, shunaqangi gaplar. Bilmadim, bilasanmi?
Bir g'oya bor, lekin ishonasam yo'qmi bilmadim. Xullas, xo'sh, men shunchaki tinch uxlasam bo'lgani, nima bo'lsa ham mayli. Qo'shni qishloqda bir desam ekan jodugar bor. Jodugar? Ha, ishonmasligingni bilgandim. Ha, axir jodugarlar jodu hayotda bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, lekin u nima desam ekan, o'sha jodugar shunchaki judayam qanday tushuntirish bilmayman. Xullas, hamma dardga davo topa oladi. Uni yoniga borib kelishimiz kerak. Balki yordam berar senga. Shunaqangi jodugar tabiblarga umuman ishonmayman, lekin iloji yo'q. Mayli, boramiz. Ha, unda ertalab boramiz. Bo'ptimi? Ha, bo'pti. Mayli, unda yaxshi dam ol. Katta rahmat. Bo'pti, men ham unda uyimga ketdim, xo'pmi? Aha, sen ham tinchgina uxla. Qo'rqinchli narsalar haqida boshqa o'ylama va o'ynama, video ham ko'rma bunaqangi mavzularda. Xo'p, bo'ladi. Do'stlar, xullas. Stop. Eshik yonmaydi, do'stlar. Eshik ochilib qoldi. Qulflab tashlash kerak. Bo'ldi. Judayam qo'rqib ketdim. Eshik ochiq qolganda jin ursin. Mayli, uxlashga harakat qilaman. Mendan nima istaysan? Shunchaki meni tinch qo'y. Jin ursin, hali ham orqamdan kelyapti. Yo-mayo, jin ursin. Qishloq, hozir qochib ketaman. Kelyapti hali ham. O'ldirishim kerak, uyga yugurib borishga. Uyga borsam bo'lgani. Keyin menga hech nima qila olmaydi. Tezroq o'ldirsam bo'lgani kelyapti. Jin ursin. Bo'ldi. Yaxshi. Sekin. Yo-mayo, keldi. Iltimos menga tegma. Iltimos. Yo! Do'stlar, yuragim yorilib ketadi. Yana qo'rqinchli tush ko'rdim. Yo-mayo, jiddiy qo'rqitib yubording. Men yoniga kelgandim. Yonimga nima bo'ldi? Xullas, o'sha jodugarning yoniga borish vaqti keldi. Nima, rostdanmi? Ha, axir senga aytgandim, unutdingmi? Yo'q, unutganim yo'q. Nimaga bu yerda turibsan o'zi? Shu senga aytmoqchi edim, lekin qanday aytishni bilmagandim. Chunki o'tgan safar borging kelmagandek bo'lgandi. Yo, borishga tayyorman. Jodugarmi, sehrgarmi, nima bo'lsa ham ketdik. Qo'shni qishloqqa yur unda. Xo'p. Do'stlar, mana shu yerdan o'tishimiz kerakmi? Ha. Okey. Yo-mayo, o'zi ishonchli jodugarmi? Ha, judayam. Men o'zim unga ancha-muncha borganman. Xullas, senga tashlab ketgan vaqtim fermamni yoniga borgandim. Tushunarli. O'ylaymanki, seni ham dardingga davo topadi. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Unda o'zing bilan biror nima olib oldingmi? Yo'q. Yana qancha yurishim mumkin? Jitil charchab ketdim. Men ham, lekin o'zing hech narsa olmabsan. Hattoki nonushta ham qilmagandim. Ertalabdan turg'izib birdaniga olib ketding. Men seni turg'izganim yo'q. Aytgancha ha, lekin hech narsa yo'qligi hattoki eshikka ham judayam charchatib yubordi. Qo'shni qishloq nihoyat yetib keldik. Ajoyib. Yaxshi. Oppa, sekin. Bo'ldi endi. Jinurson suvga tushib ketdim. Men ham hozir qiynga sakrayman. Xo'p. Yo-mayo, do'stlar, hozir mana qo'shni qishloqqa nihoyat yetib keldik. Yo'l unchalik ham uzoq emas sizlarga aytsam, lekin mana bu ahmoq meni umuman boshqa tarafga aylantirib olib keldi. Yo-mayo, do'stlar, qanday qilib bu teleport qilyapti bilmadim. Mana yetib ham keldik. Agar boshqa tarafdan ketsak, ancha yaqin kelardik mana bu tarafdan. Ha, ketishda o'sha yerdan ketamiz. Mana bu emasmi jodugar? Kiyimdan tanigandek bo'lyapman. Ha, xuddi o'zi. Okey, bizga qarab turibdi. Bo'la qol, sen yoniga kirib, hamma narsani aytaver. Senchi? Men seni kutib turaman. Oppa, bu yana nima bo'ldi? Bu qishloq darvozasi. Hattoki qishloq darvozasi men aytgan yo'lga qarab turibdi. Jinurson, mana shu yerdan yaqinroq kelardik. Mayli, fermalar, yo-mayo, fermalarga qaralmagan. U yerda qanaqadir yarimta ferma turibdi. Okey. Xo'sh, assalomu alaykum, kirishim mumkinmi? Ha, kirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, nima taraf bilan yonimga keldingiz? Xullas, meni uyqusizlik qiynayapti. Aniqroq aytadigan bo'lsam, tushimda juda ham qo'rqinchli narsalarni ko'ryapman. Shunga yordam bera olasizmi? Do'stim ham shu yerda turibdi, sizni tanir ekan, olib keldi. Ha, qo'rqinchli tushlar deng. Ha, qo'rqinchli tushlar. Aynan nima ko'rayotganingizni aytib bera olasizmi menga? Bu kerak bo'ladi. Xullas, tushimga qanaqadir masxarabozlar kelyapti. Ular meni tunda judayam qorong'u vaqtda quvishadi va oxiri yetib olishadi. Ba'zida uyimning eshigini buzib kirishadi. Xullas, men ularga eshikni ochmasam ham kira olishadi. Bilmadim nima qilishni. Masxarabozlar deng, tushunarli. Bir narsa xayolimga keldi, lekin sizga yordam berarmikan? Xo'sh, nima? Pulingiz bormi? Afsuski, olib kelmadim, chunki ertalabdan jitil do'stim olib kelib yoqqa. Mayli. Kelasi safar yana yo'lingiz tushib qolsa, berib ketarsiz. Mayli, sizga bir dorini berishim mumkin. U sizni bunaqangi qo'rqinchli tushlardan xalos qiladi. Xo'sh, keyin qachondir yo'lingiz tushganda pulni menga berib ketasiz. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yaxshi, unda ola qoling. Katta rahmat. Ichishingiz mumkin. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, qanaqa?
Hmm. Ta'mi yomon emas. Hozir nima radioaktiv regeneratsiya? Tushunmadim. Axir biz bu yerda hech qayerda radiatsiya yo'q. Qanaqasiga radiatsiyadan regeneratsiya tushunmadim. Men tabibman, men yaxshiroq bilaman. Xo'p, bo'pti. Mana polkaga qo'ydim va biz ketdik. Aha, bo'pti. Omad, rahmat. Jitel, hammasi yaxshi. Endi umid qilamanki, qo'rqinchli tushlar ko'rmayman. Aniqmi? Ha, aniq. Endi ketsak bo'ladi va men aytgan qisqa yo'ldan. Hop. Do'stlar. Bo'ldi. Umid qilamanki, endi menga boshqa bunaqangi dahshatli tushlar ko'rinmaydi ko'zimga uxlayotgan vaqtimda tushimga kirmaydi va maza qilib uxlayman. Chunki bilasizlarmi, uyqu bo'lmasa, halovat bo'lmasa bu judayam yomon va mana bunaqangi realistik qo'rqinchli tushlarni ko'rishim do'stlar, afsuski sizlarga hattoki tasvirlab ham bera olmayman. Qanaqangi tushlarni ko'rayotganimni, qanaqangi masxarabozlik xullas dahshatli ular hammasi. Bundan ko'ra do'stlar, bilasizlarmi, 24 ga yetti fermada ishlaganim yaxshiroq bunday chala uxlagandan ko'ra. Shunga mayli do'stlar, hozir boraman va maza qilib uxlayman sizlarga aytsam, chunki bugun ham yana o'sha qo'rqinchli tushni ko'rdim va ana bu men aytayotgan masxaraboz uyimgacha yana kirib keldi. Bu safargacha har doim tutib olardi yo'lda yoki kira olmas edi, lekin bu safargi tushimda kira oldi. Shamsimni birdan o'tib ketamiz. Maugli, daraxtdan daraxtga sakrayman, meni kutib tur. Nima? Jitel, men qolib ketdim. Rostdan ham aytgan yo'ling qisqa ekan. Ha, qishloqning narigi tarafidan aylanib o'tdik biz. Bu yerda esa shunchaki qishlog'imiz to'g'risida u qishloq turibdi. Okey. Bu safar o'sha yerdan qaytamiz. Xo'p, bo'pti, mayli. Do'stlar, qishloqqa nihoyat qaytib keldik va mana deyarli 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. Mana bu Jitel esa meni shunchalik ko'p aylantirib yurdiki, jinursan. Mayli, qishloqqa ham nihoyat yetib keldik va endi bemalol dam olsam bo'ladi. Do'stlar, birdaniga uyqu tutyapti. Uyga yaqinlashganim sari shunga hoy, Omiko. Ha, Jitel, nima bo'ldi? Menga rahmat qani, ha aytgan. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Agar biror nima bo'lsa keyin rahmat aytaman do'stlar. Bunaqalar rahmat qani ishimish. Hali uxlab ko'rishim kerak do'stlar. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi va boshqa qo'rqinchli tushlar ko'rmayman. Mayli do'stlar, endi men maza qilib dam olsam ham bo'ladi. Yo'q, 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 ushlolmaysan.